Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari hamda obunachilari. Kirib kelayotgan aziz mehmonlar, kanalimga xush kelibsizlarim. Men bugun sizlarga do'ltali patir qilib ko'rsatmoqchiman. Patirimiz do'ltasi oralariga surtilmaydi, sutga soladi. Azizlar, patirimizga kerak bo'ladi dro'jja, un, suv, sut, tuz. Shundan hozir mana shu sut aralash suvga bir qoshiq shakar bilan bir qoshiq dro'jja solib aparaq tayyorlab qo'ydim. Ozgina tayyor bo'lishini kutamiz. Aparamiz tayyor bo'lguncha azizlar, biz solinadigan yog'imizni yog' solamiz, saryog', topленый masli, ya'ni do'ltamiz bor, mana do'ltamizdan solamiz. Xolodilnikda muzlab qolibdi. Mana shunday. Shu yetadi. Sutimizni quyib olamiz. Azizlar, ozgina issiq suv ham qo'shamiz. Issiqmi, sovuqmi, qanaqa bo'lsa ham suv qo'shamiz ozgina, keyin shunga qarab turib xamirligimiz o'lchamadim. Siz o'zingiz ro'zg'oringizga qancha non kerak, nechta qilasiz, 2 ta qilasizmi, 4 ta qilasizmi, o'shanga yarasha qilib sutingizni olib, uningizni solib qilaverasiz azizlarim. Qancha yog' solasiz? Mana shuncha suv qo'shib yuboryapman azizlarim. Baklashkada sut bor edi. Shuni yuqini ham chayqab yuboray dedim bir yo'la. Mana shu suvni solaman. Chiqsa 150 gram suv chiqadi. Mana bu massamizni endi gazni ustiga qo'yib, yaxshilab yog'larni eritib, xamir ilashga tayyor qilib olamiz azizlarim. Azizlar, qilgan aparam ko'tarilmayapti. Nimaga deysizmi? Bu xamir turish, ya'ni dro'jjamiz eskib qolibdi shekilli. Hech qo'rqinchli joyi yo'q, hech qanday hijolatli bo'ladigan joyi yo'q. Ilaveraveramiz xamirni qorib, ya'ni agar ko'tarilmasa, non bo'lgandan keyin ham ko'tarilmasa, chakchurib yuboramiz. Shu bilan chiroyli patir bo'lib ketaveradi. Boshladik bo'lmasa. Azizlar, ko'ryapsizmi qanaqa sutga xamir ilayapman? Xamir qoryapman, ya'ni sut, suv, do'lta, qolganlarini endi solamiz. Hozir bu juda issiqroq bo'lib qolibdi. Ozgina kutib turamiz, sal sovisin. Keyin unimizdan, dro'jjamizdan qo'shib xamir ilayveramiz. Tuzini ham solamiz azizlarim. Mana shu tuz, qani qoshiqda o'lchaylik. Ko'rib turganingizdek 2 qoshiq to'la bo'larkanda solavering, ha azizlar. 2 qoshiq, osh qoshig'ida to'la. Aralashtiramiz yaxshilab. Mana azizlar, sutimiz ham issiqligi me'yorda bo'ldi. Endi ozgina undan sovoramiz. Qo'l bilan qilaveramiz azizlar. Ana, endi dro'jjamizdagi suyuqlikni quyamiz endi. Ya'ni aparamizni quyamiz. Aparamiz ko'tarilmagan bo'lsa ham. Agar sirazi sutga sovorsangiz, birdaniga sutga sovorsangiz, ya'ni sut issiq bo'lsa, xamir turishi kuyib qoladi azizlar. O'shaning uchun ozgina un solib olish kerak. Un solgandan keyin dro'jjani solaveramiz. Do'ltali non bo'lyapti. Endi agar ko'tarilmasa patir bo'ladi. Sekin-sekin etap qilib solib boramiz azizlar. Birinchi sort un bilan 500 sort unni aralash qilyapman azizlar. Birinchi sort 500 sort o'zi
xamirli ovqatlarga yaxshi основной. Xamirimiz juda ham yumshoq ham bo'lmaydi, qattiq ham bo'lmaydi. O'rtacha qilib qilamiz. Tuz, yog', shakari ham bor ichida. Suv, un, dro'jja. Mana azizlar, xamirni ham qor bo'ldim pasti. Ko'rib turganingizdek, xamirimiz qizg'ishroq bo'ldi. Nimaga desangiz, bunda do'lta bor. Kimdir 4 ta deydi, kimdir do'lta deydi. Do'lta solganman, ko'rganingiz. O'shaning uchun rangi qizilroq bo'ldi. Endi pishganda ko'ramiz, qanaqa non bo'ladi. Endi yaxshilab ustini yopib, issiq qilib o'rab qo'yamiz. 1 soat, 1,5 soat qaraymiz, ko'tariladimi, yo'qmi. Tushirib, tog'oramizdan tushirib, bo'laklarga bo'lib olamiz. Ko'rinyaptimi azizlarim, shunday qilsam ko'rinar ekan. 4ga bo'lib ola qolaman. Ikkiga bo'lamiz. Ikkita qilsam juda katta bo'lib ketadi. Azizlar, zuvalalar qilib olaman endi bulardan. Mana shunday. Azizlarim, 4 ta bir xil kattalikda zuvalalar qilib oldim. Endi ozgina tindirib olamiz. Ya'ni dam beramiz. O'ziga kelib oladi, chiroyli bo'lib yoyiladi. Azizlar. O'rtasiga turib qo'yamiz. To'g'ridan to'g'ri endi pechni listiga qo'yaveramiz. Azizlar, patirlarimiz ham dam oldi. Endi yuzasiga qatiq surtamiz. Qatiqni suyultirib oldim ozgina suv bilan. Qatiq surtib chiqaman. Azizlarim, qatiq surtib oldim. Endi ustiga qora sedana bo'lsa yaxshi bo'lardi, lekin sedanam yo'q ekan. Menda kunjut bor ekan. Kunjut sepaman. Oq bo'lgani uchun ko'rinmaydi, lekin pishganda ozgina qizaradi. O'rtasiga ham qo'yaman. Mana azizlarim, endi buni duxovkaga jo'nataman. Xuddi bunisini ham shunaqa qilamiz. Hammasi shunaqa qilib chiqamiz azizlarim. Qatig'ini surtib, kunjut sepib, duxovka
Va nihoyat azizlarim 270 gradusda patirlarni pishirib oldim. Hech pishmaydi. Tok pastda. Qarang, hozir svetam o'chib qoldi. Telefonni yorug'ida olyapman. Azizlarim, patir tayyorlash jarayonim sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yasiz degan umiddaman. Bu qip-qizil bo'lgani 4 tasi borda ichida, do'ltasi ya'ni. O'shanga bo'lmasa, birinchi sort bilan vishi sortni aralashtirib qildim ko'rganingizdek. Mazalari yaxshi bo'lsa kerak. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman. Alloh himoyasida bo'ling har doim. Allohga omonat azizlarim. Men sizlarni Alloh uchun yaxshi ko'raman. Xayr, salomat bo'ling.